Kimlar uzoq umr ko'rishar ekan? Tug'ilgan oylariga qarab mutaxassislar shunday jadval tuzishibdi. Bilasizlar-ku, mutaxassislarimiz tinchishmaydi. Yanvar oyida tug'ilgan insonlar 77 yoshdan 84 yoshgacha uzoq umr ko'rishlari mumkin. Fevral oyida tug'ilganlar 73 yoshdan 90 yoshgacha umr ko'rishar ekan. Mart oyida tug'ilganlar 88 yoshdan 100 yoshgacha yashashlari mumkin ekan. Aprel oyida tug'ilganlar 72 yoshdan 94 yoshgacha umr ko'rishlari mumkin ekan. May oyida tug'ilganlar 69 yoshdan 82 yoshgacha. Iyun oyida tug'ilganlar 69 yoshdan 83 yoshgacha. Iyul oyida tug'ilganlar esa 74 yoshdan 100 yoshgacha umr ko'rishlari mumkin ekan. Avgust oyida tug'ilganlar 68 yoshdan 75 yoshgacha yashashar ekan. Sentyabr oyida tug'ilganlar esa 79 yoshdan 96 yoshgacha uzoq umr ko'rishlari mumkin ekan. Oktyabr oyida tug'ilganlar esa 70 yoshdan 84 yoshgacha. Noyabr oyida tug'ilganlar esa 86 yoshdan 100 yoshgacha yashashlari mumkin ekan. Dekabr oyida tug'ilgan insonlar 67 yoshdan 88 yoshgacha yashashlari mumkin ekan. Albatta bu mutaxassislarning xulosalari, lekin insonga umr beruvchi Yaratganning o'zi. Buni Allohdan boshqa hech kim bila olmaydi. Xayr, salomat bo'ling, uzoq umr ko'ring.